Assalomu alaykum, hurmatli treyderlar. Yaxshi dam olasizlarmi? Bugun yakshanba 29 mart. Sizlarga juma kuni tillada, goldda market maker buy model bo'yicha berilgan buy g'oyani tushuntirmoqchiman. Logikasini nima uchun ochildi, o'ylaymanki ko'pchilikga qiziq bo'ladi. Market maker buy model bu nima? Birinchidan o'rtoqlar, sizlar hammanglar bilasizlar, narx hech qachon bitta misol uchun pastga yoki tepaga ketadigan bo'lsa bitta impuls bilan yurolmaydi. Har doim pozitsiyalarni nabor qiladi. Bizada juma kuni hozir birinchi aynan shu market maker buy model logikasini diagrammada tushuntiraman, keyin aynan xuddi shu situatsiyani juma kuni bo'lgan situatsiyada bozorda aynan tillada bo'lgan grafikda ko'rib chiqamiz. Ya'ni biz bu yerda nima ko'ryapmiz? Narx kuchli bir impulsda FTA zonasiga keldi. FTA zona bu nima? FTA zona bu birinchi to'xtash zona hisoblanadi. Bu nima bo'lishi mumkin? Bu fair value gap bo'lishi mumkin, qanaqadir bir likvidnost, order block bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Bizlar ko'ryapmiz, narx aynan shu joyga kelganda bizada o'zini impuls korreksiyalar bilan keldi va aynan shu joyga kelganda bizada ichki struktura buzildi. Ya'ni bizada cho'ch bo'ldi va narx pastga tushishni boshladi. Narx pastga tushdi, yana pastga tushdi, qatgacha tushdi. Mana bu yerda bizada ochuv order blokimiz bor. Bu order blok bo'lishi mumkin, bu qanaqadir bir fair value gap, likvidnost bo'lishi mumkin, farqi yo'q. O'sha zonaga kelib bizga narx aynan shu joyda ichki struktura xuddi bunga o'xshadi. Bu yerda bizada struktura pastga slom bergan bo'lsa, ya'ni buzildi pastga. Bu yerda esa bizada tepaga, yuqoriga struktura buzildi va aynan mana shu joyda biz o'zimizga buy uchun pozitsiya qidirishni boshlaymiz va eng asosiy narsa, qarang, narx tushayotganda o'zini korobkalarda tushadi. To есть mana bizada birinchi korobka shakllandi, bizada bu yerda strukturamiz buzildi. Keyin bu yoqda ikkinchi korobka buzildi, bu korobkadan biz chiqdik, yana korobka shakllandi, hosil bo'ldi. Yana bu yerdan chiqqanimizdan keyin aynan mana shu pastdagi korobkada bizada ichki struktura buzildi. То есть уже mana shu joyda bilasizlar, o'zimizni точка входа номер 1 bor. Shu точка входа номер 1 model bo'yicha kirish mumkin. Ya'ni bizda struktura buzildi, biz bu yoqda investment qidiramiz va investment tagidagi order blokdan biz savdoga kirishimiz mumkin. Mabodo bu yerda kimdir kirolmagan bo'lsa, bizda aynan shu logikani asosida biza bu yerda kirishimiz mumkin va aynan juma kuni narx g'oya berilganda mana shu joyda edi. Ya'ni ko'tarilib mana shu joyga keldi. Biz kutdik, qachonki narx kelib bizda kuchli bir zonaga kelsa, kuchli zona bor edi bu yerda, 1 soatlik fair value gap bor edi. O'sha fair value gapdan biz sekin o'sha pozitsiyani buyga olishimiz mumkin. Buning uchun, chunki bizda tepada aynan targetlarimiz bor. Target sifatida nima kirish mumkin? Target sifatida bizga buy side liquidity kirish mumkin, qanaqadir bir imbalance kirish mumkin, fair value gap, qanaqadir bir previous day high, previous week high. Ya'ni bu targetlar narx uchun juda qiziq bo'ladi va aynan shu situatsiyani biz juma kuni aynan mana shu buy bizda chiroyli harakat yurib berdi. Xuddi shu logikani asosida endi aynan mana bu situatsiyani sizlarga o'sha grafikda ko'rsatmoqchiman. Mana o'sha kundagi grafik, qaranglar o'rtoqlar. Bizda narx ko'tarilganda bizda fair value ga 4 soatlik disbalansga keldi. Mana qaranglar, 4 soatlik disbalansga keldi. Va shu 4 soatlik disbalansdan
agarda bu yerda biza impuls korreksiya chiqsak, biza ko'rishimiz mumkin. Mana aynan mana shu joyda bizada strukturamiz buzildi. Ya'ni bu yerda bizada cho'ch bo'ldi. Cho'ch bo'lgandan keyin narx bu korobkadan keyin kun davomida, ya'ni bu bir kun bizada chorshanba kuni edi. Haftaning o'rtasi biza bu yerda sekin bu korobkadan mana chiqib ketyapti. Mana Amerika sessiyani oxirida chiqib ketganimizdan keyin biza ko'ryapmiz, yana xuddi shunaqa nakapleniya beryapti. Nakapleniyadan keyin yana shu zonadan chiqib ketyapmiz. Yana nakapleniya beryapti. И ahamiyat berishimiz kerak, qayerda bizada strukturamiz buzilyapti. Misol uchun mana bu yerda biza ko'pchilik o'ylashi mumkin, struktura buzildi, lekin ahamiyat bersanglar, bizada struktura qanaqa buzilyapti? Soyalar bilan, ya'ni bu likvidnost yechilishi, avtoblok deyiladi, bilasizlar. Ko'pchilik aynan bu avtoblokdan bizada keyin reaksiya berdi narx bu bizada avtoblok hisoblanadi. Ya'ni biz ichki likvidnostni olib narx yana pastga tushdi. To есть biza bu yerda tana bilan buzilmadik. Mana bu juda muhim o'rtoqlar. Biza tana bilan buzilmadik va yana impuls Amerika sessiyada bizada impuls bo'ldi. Narx kelib bizga order blokka keldi. Endi bu order blokka o'rtoqlar birga ko'rib chiqamiz. Qaranglar. Narx ko'tarildi, mana impuls berdi, yana impuls berdi. Mana bu bizada blokimiz hosil bo'ldi. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, bizada qachon order blok kuchli bo'ladi? Qachonki u likvidnost yechsa. Biz ko'ryapmiz, bizada mana bu yerda svichamiz bor. Kuchli bir impuls bilan, keyin bu impulsni biz yana impuls bilan likvidnostni oldik. Likvidnostni olganimizdan keyin biz yana takже qaytarish impulsi bo'ldi, ya'ni возвратный impuls bo'ldi bizada. Impuls bo'lgandan keyin narx yana pastga tushib, mana shu joyda juda ahamiyat berish kerak, muhim juda bu zona. Biz ko'rishimiz mumkin, narx bu order blokgacha kelmagan. Ya'ni bizada bu yerda test yo'q, narx test bo'lmagan va yana impuls bilan narx mana chiqib ketyapti. Mana bu yerda boya aytgan ichki strukturani buzilishi bor. To есть mana shu zona biz uchun juda muhim. Qachonki esingizda bo'lsa, fair value gapdan oldin yuqorida yoki order block yuqorida bizada mana shunaqa test bo'lmagan likvidnost swipimiz bo'lsa, minimumimiz bo'lsa, bu juda kuchli order blok hisoblanadi. Va 6-darsda esingizda bo'lsa, bu biz uchun ekstremalniy likvidnost bo'ladi. Narx nima qilyapti? Amerika sessiyada aynan shu zonaga kelganda birinchi swip berdi. Birinchi swip bergandan keyin ikkinchi swip, bu swipni olmayapti. Ya'ni bizada equal low hosil bo'lyapti. Equal low hosil bo'lgandan keyin biz kuchli bir impuls bilan bu ikki minimumni olamiz. Bu yerda buyga, aynan shu blokdan buyga kirgan treyderlar, kimdir buni tagida stop qo'ygan bo'lsa, уже stoplarni oldi bu yoqda. Stop olgandan keyin mana bu yerda biz уже ahamiyat berishimiz mumkin. Mana bu yerda bizda to'g'ri swipimiz bor. Undan keyin ahamiyat bersanglar, biz bu swipni tana bilan buzdik. To есть уже cho'ch M15 cho'ch bizda mana bu switchadan keyin biz уже mana bu yerda haqiqatdan cho'ch bo'lganini tasdiqladik. Chunki undan oldin ahamiyat bergan bo'lsanglar, bironta tana bilan buzilgani yo'q. Главный switcha bizda mana bu switcha. Bu switchani главный switchasini biz mana bu tana bilan buzdik. Bizda haqiqiy cho'ch bo'ldi va aynan mana shu korobkadan bizda уже выход bo'ldi. Выход bo'lgandan keyin biz qayerga keldik? Birinchidan mana bu order blok, bu M15 avtoblokimiz bor. Undan tashqari bizda mana bu 4 soatlik disbalansimiz bor. Disbalansdan biz London sessiya boshlanishidan oldin soat 10:30da men o'yladim, balki ozgina перехай bo'lib narx keyin ketadi. Yo'q, narx unaqa qilmadi. Ya'ni biz перехай qilmadik.
narx sekin pastga tushib qayerqa tushdi? Mana bu yerda bizada kuchli bir impulsda, aynan mana bu haylarni biz olganimizda bizada 1 soatlik disbalansimiz hosil qildi. Ya'ni mana bu zonada bizada 1 soatlik disbalansimiz bor. Narx aynan shu zonaga kelganda, mana shu zonada biz уже sekin buy pozitsiya qidirishimiz mumkin. Nima uchun? Chunki aynan mana shu ko'rsatgan logika bo'yicha market maker buy model bizani asosiy maqsadlarimiz mana previous day high bo'ladi. Mana bu chorshanba maksimum bo'ladi. Hozir bizda juma kuni kuchli bir impuls bilan biz bu yerdan chiqib ketyapmiz. Bu korobkadan bu yerda ham agarda M1 ga biz o'tadigan bo'lsak, o'rtoqlar, M1 ga qanaqa qilib biz bu yerda model qaysi situatsiya bo'yicha biz savdoga kirishimiz mumkin. Mana biz keldik. 1 soatlik disbalans. Mana bu bizada hozir 1 minut. Mana bizda 1 soatlik disbalansimiz bor. Biz keldik shu zonaga. Biz bu zonaga kelganimizdan keyin mana pastda bizda kichkina M1 order blok ham bor. Ochuv. Mana bu yoqda ahamiyat bergan bo'lsanglar, mana bu yerda sal chetroqga oling. Mana bu yerda korreksiyamiz bor. Mana kuchli korreksiya bor va aynan 1 soatlik FVG tagida bizda M1 order blok bor. Narx keldi, birinchi marta reaksiya berdi. Undan keyin pastga tushib bizda M1 dan aynan shu blokdan reaksiya berishni boshladi. Reaksiya berdi va bizda cho'ch bo'ldi. Strukturamiz M1 struktura. Aynan H1 fair value gap plus bu M1 order blokdan biz reaksiya oldik. Ya'ni strukturamiz o'suvchiga o'zgardi. O'suvchiga o'zgargandan keyin ahamiyat beringlar, narx qanaqa ko'tarilyapti. Narx ko'tarilgan sari bizda mana shu yerda equal low, ya'ni bizda bir xil minimumlar ochuv qoldi. Bu narx uchun juda ham bir qiziq bo'ladi, bilasizlar, chunki ko'pchilik buy olgandan keyin уже save qilishni boshlaydi yoki stoplar mana shu zonani tagida bo'ladi. Narx kuchli bir impulsda kelib shu zonalarni hammasini olib ketyapti. Olib ketgandan keyin biz chiroyli harakat ko'rishimiz mumkin. Undan keyin ahamiyat beringlar. Mana bu yerda impulsda biz chiqqanimizdan keyin xuddi boya mana bu pastdagi order blok ko'rsatganimdek M1 order blok bizda hosil bo'lyapti. Ya'ni bizda kuchli bir impuls bor. Narx pastga tushib shu order blokni test qilmayapti. Ya'ni bizda ekstremalniy aynan M1 doirasida bizda ekstremalniy likvidnost hosil bo'lyapti bu yoqda va aynan shu blokka narx pastga tushib kelyapti. Qaranglar, test beryapti. Test berganda ham hozir to'g'ri 1 minut pastdagi ochuv ko'rsatmoqchiman. Test bergan mana likvidnost olyapti. Blokka tushdi. M1 blokka ichida biz uchun qiziq bo'ladigan narsa aynan mana likvidnost yechilishi. Likvidnost yechyapmiz, ya'ni mana bu switcha также likvidnost yechgan switcha biz uchun order blokka aylanadi. Narx shu zonaga kelib test qildi. Yana shu zonadan chiqib bizda aynan mana bu pastga impuls bilan kelgan zonaga keldi. Bu yerda bizda M1 zonamiz bor. Shu zonadan bizga reaksiya beryapti. No bizda bu M1 situatsiya. M1 situatsiya ahamiyat bergan bo'lsanglar, 3 ta high bizda peri-high qilmagan. Bu zonani ham peri-high qilmagan. Bu maksimum bu highni peri-high qilmagan. Bu maksimum bu highni peri-high qilmagan. Bu nima degani? Bu degani bizani aynan shu joyda bizda kuchli bir likvidnost bor. Sellchilarning stopi hammasi buni tepasida joylashgan. Va narx shu zonaga kelganda xuddi bunga o'xshab bizda kartinka bo'lyapti. Qaranglar, bizda bor impuls. Mana bu yerda korreksiyamiz bor. Keyin bu impulsimiz tepaga chiqib, mana bu impuls korreksiyasi aynan shu blokni test qilmayapti. Va biz uchun bu также likvidnostga aylanyapti.
likvidность, ya'ni bu biz uchun investment bo'ladi. Narx yana takже tushib shu zonaga, yana bu zonadan reaksiya berdi va уже kuchli bir impuls bilan bu zonadan bizada chiqib ketyapti va chiqib ketgani bilan qanaqa qilib narx yana dальше harakatlanyapti qaranglar. Kuchli bir impulsimiz bor. Mana bu bizada high'imiz bor. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, aynan shu zonaga tushdi narx, то есть biza уже bu zonani полный test qildik. Ya'ni bu korobka bizada M1 korobkani ham biza xuddi shunaqa test qilib уже M1 korobkani ichidan ham chiqib ketyapmiz va hamma mashtagi bloklar bir-birini test qilyapti. Mana bizada M1 blokimiz bor. Bu emas, mana bu siniy switcher, mana oq switcher biz bu yerda kelib test qildik. Bu yoqdan chiqib ketyapmiz. Empasski switcher mana bu qora switcher bo'ladi. Yana test qildik shu zonani va shu zonani test qilib narx umumiy bu korobkadan chiqib ketib bizada kuchli previous day high maksimum olindi. Aynan shu zonaga kelganimizda esingizda bo'lsa men yozdim, bo'ldi, bu yoqqa endi korreksiya bo'lishi mumkin. Nimaga? Chunki biz kuchli likvidность previous day high likvidность oldik, ya'ni ko'pchilikni stopi, agar bu yoqqa biz qaraydigan bo'lsak, mana bu sellga olgan treyderlarning stopi aynan bu maksimum tepasida edi. Narx kelib shu zona, ya'ni stoplarni hammasini olgandan keyin xuddi shu tartibda bizga korreksiya beryapti. Endi ahamiyat beringlar, timing. Shu kuni men yozdim. Biz kuchli previous day high oldik plus timing, ya'ni aynan soat 20:00 plus 21:00 bizada Frankfurt va London yopilishi bilasizlar va aynan shu paytda ko'pincha bizada chiroyli bir reaksiya yoki ostanovka beradi yoki qanaqadir bir model beradi. Shuning uchun buyga kirgan treyderlar aynan shu nuqtadan to mana shu joygacha bizga chiroyli situatsiya berdi, chiroyli buy model berdi, lekin market maker buy model bizda hali tugamadi. Chunki mana biz bu korobkadan chiqib ketdik bu yoqqa. Bu ikkinchi korobka, bu bizda hozir uchinchi korobka shakllanyapti. Xuddi mana qandoq har bitta korobkani ichidan chiqib ketish uchun biz likvidность olishimiz kerak. Mana likvidность oldik, chiqdik. Bu yoqda pastga tushib likvidность oldik, tepaga ketdik. Hozir bizda также ichki likvidность shakllandi. Mana bu bizda buyga kirgan treyderlarimiz bor. То есть mana bu sell bor. Buni tagida bizda также order block bor. Ya'ni ertaga endi ko'ramiz, avvalo xudo, albatta ko'ramiz qanaqa situatsiya bo'ladi, lekin aynan shu zonadan yana dальше mana bu highlarni, chorshanbani highgacha ketish degan taxmin bor o'rtoqlar. Demak, market maker buy modelimiz aynan shu shaklda biz qidirishimiz kerak. Kuchli bir zonadan reaksiya olsak, slom struktura bo'yicha korobkalar narx tushadi va qaysidir bir kuchli zonaga kelgandan keyin biz также struktura buzilishini kutishimiz kerak va xuddi shu tartibda korobka bo'yicha aynan mana bu chap tomonda qolib ketgan likvidностьlar, ya'ni buy side, imbalance, previous day high, week high, shu biz uchun targetlar bo'ladi. O'rtoqlar, xuddi mana shu tillarni, mana bu tillarni grafigi, o'sha grafigi men hammasini mana impuls va korreksiyaga bo'ldim. Erinmasdan o'rtoqlar, любой bir harakatda impuls va korreksiyalarda qilsanglar, sizlar hech qachon yutqazmaysizlar. Sizlar har doim ko'rasizlar, narx qatta bizga chiroyli bir reaksiya berdi. Misol uchun mana narx pastga tushdi bizda. Aynan mana shu joydan boshladim. Pastga tushib, narx ko'tarib, to mana shu joygacha полный o'sha impuls va korreksiya qilinib, sizlarga aynan shu joylarda ko'rsatmoqchiman. Qaranglar. Bizda mana bu yerda impuls korreksiyalarimiz bor. Bironta high qarang, peri-high qilmayapti. Mana bu yerda biz keldik. Mana bu yerda peri-high qildik. То есть hamma mana bu yerdagi likvidностьlarni narx pastga olyapti. Ichki strukturamiz mana qaranglar buzildi.
ichki struktura buzilib yana pastga tushdi. Qaranglar, haylar, ya'ni anaqa o'zini tashqi, ya'ni внешний haylari birontasi mana olinmayapti bu yoqda. Bu yerda bizda ichki lowlar qoldi. Ichki lowlar qoldi, narx pastga tushib, shu likvidnost hammasini olyapti va bu yerda bizda mana bu korreksiyamiz bor. Bu biz uchun order flow edi. Narx shu zonaga order flowga kelyapti. Bu yerda ichki likvidnost olinyapti. Mana bu yoqda ichki likvidnost olingandan keyin bu biz uchun nima? Blokka aylanadi. To есть mana test ichki likvidnost olindi. Bu biz uchun blokka aylanadi. Aynan shu zonaga kelib narx test beryapti. Yana pastga tushib, ahamiyat bersanglar, bironta high olinmayapti. To есть mana bu yerda ham bizda narx har doim likvidnost qoldirib ketadi. Kuchli bir impuls bilan bizga ko'tarilib, aynan mana shu joy bizda 4 soatlik FRB'ga bor ekan. 4 soatli FVga biz shu zonaga kelganimizdan keyin mana bu yerda bizda уже market maker sell model boshlandi to mana shu zonagacha. Nima uchun hozirda siz ikkalamiz ko'rib chiqamiz, hammamiz ko'rib chiqamiz. Qaranglar, mana strukturamiz buzildi bu yoqda va bizda mana shu korobkamiz birinchi boshlandi. To есть mana bu bizda birinchi korobka bo'ladi. Shu korobkada narx chiqib ketyapti bu yoqda. Bu yoqda bizda ikkinchi korobka. Mana shundoq edi. Bu yerda bizda uchinchi korobka. Mana bu yerda slom struktura yo'q. Chunki biz bu yerda soya bilan oldik. Hozir buni ko'rsataman grafikda. Aynan mana shu joyda bizda soya olindi va bu biz uchun order blokka aylandi. Biz pastga tushib, aynan mana shu joy, bu bizda mana bu yerda likvidnost ichgan order blokimiz shundoq test beryapti mana bu yoqda. Mana bu biz uchun ekstremalniy likvidnost edi. Ekstremalniy likvidnost olib mana shu yerda shundoq test beryapti va mana bu joy biz uchun struktura buzilishi, ya'ni cho'ch bo'ldi bu yoqda. Cho'ch haqiqiy cho'chligini biz уже mana bu yerda tana bilan buzilgandan keyin bildik va bu yoqda bu joyda bizda 1 soatlik disbalansimiz hosil bo'ldi. 1 soatlik disbalansdan biz уже mana bu yerda buy pozitsiya qidiryapmiz. To есть mana qaranglar, bu yerda ham hozir narx qanaqa qoldiryapti? Xuddi mana bu tomondagi, mana bu tomonga o'xshagan likvidnostlar, ochuv likvidnostlar qoldiryapti. Mana likvidnost bor, misol uchun. Также mana bu likvidnost olishimiz mumkin. To есть bizda bu joyda sellga kirgan treyderlarimiz bor. To есть hozir ular plyusda. Ularni stopi kimdir bu yerda qo'yib qo'ygan, kimdir bu yoqda qo'ygan. Narx nima qilishi mumkin hozir? Bizda bu yerda order blokimiz bor. Narx mana shu zonaga tushib, bizga dальше o'zimiz bo'lgan asosiy targetlarimiz mana bu chorshanba haylarigacha ketish ehtimoli bor o'rtoqlar. Plus bu yerda также ochiq bo'lib ketgan likvidnostlarimiz bor. Hozirdan nimani? Bizda mana bu likvidnost olingan, adashmasam, yo bu qaysidir bir hay olingan va mana bu haylar plus chorshanba hay biz uchun hozir qiziq bo'ladi. Xuddi shu situatsiya mana bu yoqda. To есть grafikda agarda qaraydigan bo'lsak, mana narx ko'tarilib, qoldirib ketyapti likvidnost bu yoqda. Mana qaranglar, likvidnost ochuv, yana bu yoqda likvidnostimiz bor, ochuv. Likvidnost narx ko'tarilgandan keyin bu yerda likvidnost qoldirib ketyapti. Mana треугольник qoldiryapti va ochuv bo'lgan order blokimiz bor. Mana bu boya aytgan ochuv bo'lgan order blokimiz bor va aynan mana bu minimum juda muhim minimum edi. Biz shu zonaga kelgandan keyin mana bu yoqda mana korobka bo'ylab narx tushib kelyapti.
mana bizada birinchi korobka, Amerika sessiya bu yoqdan tushib ketishi. Bu yerda bizada ikkinchi korobka, mana ikkinchi korobka bor. Uchinchi korobka. Mana bu boya aytganimdek likvidni sechgan switcha. Likvidni sechgan switcha, buni IFC deymiz yana bilasizlar. То есть bu yerda zakreplение tana bilan zakreplение yo'q bizada. Shuning uchun biz bu yerda mana bu reaksiyani ko'rdik pastga. Bu yerda esa narx pastga tepaga ko'tarilgandan keyin mana bu yoqda strukturamiz buzildi. Struktura buzilgandan keyin narx polni hamma mana bu order bloklarni agarda kichkina time frame ga o'tsanglar, M1 ga bu yerda ham order blok bor. Hamma order bloklarni to'ldirib, aynan mana shu joyda bizada 1 soatlik disbalansimiz bor. Agarda biz 1 soatlik time frame ga o'tsak, ko'rishimiz mumkin, narx kuchli bir поглощение bizga berdi. Поглощениyadan keyin narx ko'tarilganda mana bu yerda bizada 1 soatlik disbalansimiz bor. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar. 1 soatlik disbalansimiz bor. Narx shu zonaga kelyapti. Mana 1 soatlik disbalansga mana M15 time frame ga o'tamiz yana. M15 time frame ga o'tganimizdan keyin takji biz nima ko'ramiz? Disbalansimiz bor. 1 soatlik disbalans, aynan shu disbalans yuqorida bizada likvidnost bor. Minimum bor. Ahamiyat bergan bo'lsanglar, mana bu yerda minimum kelyapti deb buni перелов qilmayapti. То есть mana bu yerda yana buyga kirgan treyderlar bor. Bu yerda buyga bor, bu yerda buyga, то есть уровень chiziladi. Agarda buni yana дальше chapga sursanglar, ko'rishimiz mumkin. Ko'pchilik mana bu yerda test qilgan zirkalniy уровень deyishadi. Ko'pchilik bu yerda buyga olib, qayerda stoplar, ko'pchilik stoplar aynan mana shu zonada bo'ladi. Narx kelib shu stoplarni oldi hammasini, plus fair value gap H1 ni to'ldirib, o'zi keyin model bo'yicha bizga chiroyli harakat berdi. Shuning uchun o'rtoqlar, sizlarga yana bitta life hack yana bitta model anaqa tushuntiraman. Misol uchun bizda 1 soatlik, 4 soatlik farqi yo'q. Любой bir katta time frame'dagi disbalans bo'lishi kerak. Misol uchun H4 disbalans yoki H1 disbalans bo'lishi kerak. Biz ko'rdik mana bu yerda bizda u shakllandi. Mana bu bizda disbalans уже. 4 soatlik misol uchun disbalans. Va narx bizga mana shunaqa bir likvidnost qoldirib ketsa, то есть bu yoqqa qaramaysizlar, chunki bu уже bizda disbalans. Misol uchun 4 soatlik yoki 1 soatlik xuddi mana bunga o'xshab, mana bu yerda bizda 1 soatlik time frame ga o'tadigan bo'lsam, mana bu yerda bizda disbalans hosil bo'ldi. Mana ko'rasizlarmi? 1 soatlik disbalans. Именно shu disbalans tepasida, 1 soatlik disbalans tepasida bizda mana low turibdi, minimum turibdi. Mana bu minimum. Любой bir disbalans tepasida bizda ochiq qolib ketgan minimum bo'lsa, agarda o'suvchi situatsiyada, agarda tushuvchi situatsiyada bo'lsa, maksimum kerak. То есть mana bunaqa bir minimum qolib ketgan bo'lsa, bu minimum narx uchun likvidnost bo'ladi. Bu fakt. То есть biz yana dальше ko'tarilishimiz mumkin. Qaysidir bir paytda biz даже mana bunaqa situatsiya berishimiz mumkin, ya'ni equal low bo'lishimiz mumkin, lekin ko'pincha mana shu minimum aynan fair value gap 4 soat yoki 1 soatlik disbalans tepasida ochiq bo'lib ketgan fair value gapni biz olishga harakat qiladi narx. Chunki bu yerda ko'p likvidnost, ya'ni buyga kirgan treyderlarning stopi aynan shu zonada bo'ladi. Bu bir likvidnostgacha narx yuradi bilasizlar. Ikkinchidan fair value gap vazifasi birinchi narxi o'ziga как magnit tortadi. Undan keyin o'zidan tepib yuboradi. Qachonki biz fair value gapga kelganimizdan keyin ichki struktura buzilishini ko'rsak. То есть mana bu modelni ko'rganimizdan keyin, ya'ni biz nima ko'ryapmiz? Bizda kuchli bir impuls bo'ldi. Fair value gap hosil bo'ldi. Fair value gap tepasida bizda ochiq qolib ketgan minimum
hosil bo'ldi. Biza bu minimumni olamiz. Ya'ni narx shu minimumni olgandan keyin biza уже mana shu zonada kichkina time frame'ga o'tamiz va kichkina time frame'da ichki struktura buzilishini biza уже ko'rdik. Bo'ldi. Ichki struktura buzilgandan keyin biza уже kichkina time frame'da aynan mana shu diapazon bo'yicha ishlaymiz va bizga agarda ichki likvidность bo'lmasa, biza ko'pincha bu zonani perelov qilamiz. То есть bizga ichki likvidность juda muhim o'toqli. Aynan hozir ko'rsataman bu situatsiya mana bu yoqda bo'lgan. Agarda M1 time frame ga o'tadigan bo'lsak, mana qaranglar. Narx qayerda edi? 1 soatlik FVG ga kelganda mana shu yerda edi adashmasam. Yo'q, mana shu yerda edi mana. 1 soatlik FVG ga keldik. 1 soatga FVG ga keldik. Narx mana tushib kelyapti. Mana impuls bo'ldi, mana korreksiya bo'ldi, mana impuls bo'ldi. Korreksiya bo'lib, mana biza tana bilan buzdik mana shu zonani. To'g'ri, mana ko'rdingizmi? Mana tana bilan. Lekin aynan mana shu harakatda bizada ichki korreksiya yo'q. Faqat mana bu bor. Plus bizada bitta perelov qilmasdan biza ketdik tepaga. Ko'ryapsizlarmi? Shuning uchun mana bu ham biz uchun likvidnostga aylandi mana shu zona. Qachon bizada haqiqiy slom struktura bo'ldi. Mana impuls korreksiya. Biz mana pastga tushganimizdan keyin korreksiya bizda strukturamiz o'zgardi. Aynan mana shu joyda ahamiyat bersanglar, mana buni ham olishimiz mumkin, в принципе. Mana buni olishimiz mumkin, bu zonani olishimiz mumkin. Men bu zonani oldim. То есть men bu zonani oldim. То есть aynan shu zona bizda birinchi minimumni buzgan zona. Bu men uchun cho'ch bo'ldi. Ya'ni cho'ch M1 bo'ldi va bu yerda narx nima qoldirib ketyapti? Biz shuna ahamiyat berishimiz kerak. Qoldirganda ham bizda ikkita equal low turibdi. Mana equal low turibdi. Xuddi mana shunga o'xshagan. Shu zonani tepasi уже kelgandan keyin mana shu yerdan men buy qidiraman deb g'oya berilgan edi. Endi shu zonaga kelsak, biz уже tepaga yetamiz deb men taxmin qildim. Chunki struktura buzildi. Qayerda buzildi? H1 fair value gapda buzildi. Undan oldin bo'lgan mana bu minimumlar olindi. Bu minimum olindi. Shuni hisobiga keyin buyga g'oya berilgan edi. Shuning uchun mana bunaqa joyda bizga nima kerak? Bizga savdoga kirish uchun более точнoroq sifatliroq bir kirish aynan mana bunaqa situatsiya kerak. Ichki strukturani, to есть mana cho'ch bo'lganidan keyin mana impuls bo'ldi. Biza investment qoldirib ketishimiz kerak. Agarda investmentimiz bo'lmay, biz mana bunga o'xshab investment bo'lmay, biz ko'pincha mana shu zonani perelov qilamiz. Undan keyin bu cho'ch biz uchun fake cho'chga aylanadi. Именно fake cho'chni biza aynan mana shu momentda bilolmaymiz, что bu fake cho'ch. Fake cho'ch уже keyinchalik biz уже ko'rishimiz mumkin. Bu fake cho'ch bo'lgan ekan. Nimaga? Chunki mana bu likvidnost qoldirmagan. Mana bu fake cho'ch bo'lgandan keyin biz уже keyin yana ko'ramiz. Mana уже strukturamiz buzildi. Keyin mana bizga likvidnost qoldirib ketsa narx, aynan shu likvidnost tagida biz zona qidiramiz. Zona nima bo'lishi mumkin? Ochiq olib ketgan FVG bo'lishi mumkin yoki M1 bo'lishi mumkin. Misol uchun M1 ga tushmasdan FVG ni o'zidan reaksiya ko'rishimiz mumkin mashina. Shuning uchun jadniy bo'lmanglar, o'rtoqlar. M1 ga tushmasligi mumkin. Mana bu likvidnost tagida o'sha narx reaksiyasini ko'ringlar. Ya'ni soya bilan bizga qoldirib ketsa, narx soya bilan yana diapazon ichiga qaytsa, biz o'sha mana shu zonadan buy olishimiz mumkin. Stopni естественно bu minimum tagiga qo'yamiz. Chunki hali ham aktual bo'ladi bu M1 order blok. Chunki
yurgandan keyin yana pastga shuni test qilishimiz mumkin. Bundan hech kim застраховка bo'lmagan. Shuning uchun mana M1da endi buni уже hammanglar bilasizlar, точка входа darsligida hammasini tushuntirdim. Aynan mana shu logikani tushuntirmoqchi edim. FVGni tepasida ochuv bo'lib ketgan любой bir hayni biz olganimizdan keyin bu zona bizga juda ham kuchli bo'ladi va ko'pincha aynan kuchli bir impuls bilan uchib ketamiz tepaga. Nimagaki? Chunki mana bu yerda bizda sellga olgan treyderlarimizni stopi aynan mana shu hayni tepasida. Shuni tepasida. Shuning uchun aynan mana shu kuchli bir impuls krupniy kapital tomonidan nimaga qilinadi? Chunki mana shu stoplar narx uchun bir kuchli bir maqsad bo'ladi. O'rtoqlar, sizlarga video qiziq bo'ldi degan umiddaman. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Kelayotgan haftada hammanglarga profit, hammanglarga omad tilayman. Salomat bo'linglar, o'zinglarni ehtiyot qilinglar.